Assalomu alaykum. To'g'risini aytadigan blogerga xush kelibsizlar. Короче, zaldaman, ko'rib turganlaringizdek, bugun konkretno oyoqda ishlaymiz, oyoqga. Mana shunaqa qilib sekin-sekin kommentariy borib, sekin-sekin videolar qilib boraveraman. Azizlar, подписка, лайк. Ближайшие 1-2 yilda men номер 1 bo'laman. Men уверен, inshaalloh, в первую очередь. Уверен, что SNGda номер 1 bo'lish niyat bor. Men yana rus tilida ham kontent qilaman, ko'pchilik 7 ta подписчигim bor, qaytgan ko'pchilik. Короче, nima demoqchiman? To'xtab qolmanglar hech qachon. Faqat gaz, faqat oldinga ketamiz. Listen to game, bro. Bu safargi nimalar bor haligi, motivatsiya, bu safargi disiplina hammasi mustahkam. Do'stim Sancho, let's go. Sekingina hozir oyoqda bugun konkretno ishlaymiz. Uyga borib ovqatchan qilamiz-da. Hozirroq bir aylanish niyatim bor. Peterburgda ozroq ko'rsataman sizlarga. Ovqatchan qilaman-da. Trading videoni montaj qilishni boshlayman. Bro, listen. Давай, пацаны, просто не останавливайтесь. O'tirishni qara, mana bunaqada. Так что qarama hozir lesson ko'p gapdan ko'ra ish ko'rish kerak. 2, 3, 4, 5, 6, 70 kilo ko'ramiz bugun bo'ladi, yo'qmi? Tezroq. Lekin gazini beramiz. 1, 2, 3. Listen fucking to game. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вообще yomon bo'ldi hozir. Do konца тренировка до конца bo'lyapti. Listen, ты хочешь хороший. Давай, чё? До конца только. Еще раз. Пойди по 12 пойдем еще. Listen. Mana bu bizni
Mana shu bilan videoga oladigan shtativ deydimi? Mana shunaqamiz. Четкий atak. Типа hali mana funksiyamiz bor-da. Sudana. Всё. Sekin uyga borib ovqat qilaman-da. Keyin grafiklarga qarab, qani bozor nima bo'ladi, nima qo'yadi. Haligi dam olish kunlardan chiqib olsak, ko'ramiz qanaqa bozorda, mana bu nima qolib ketdi. Bozorda qanaqa yangiliklar bo'ladi, nima bo'ladi. Faqat to'xtab qolmanglar-da, azizlar, mashina. O'zimga ham aytaman shu gapni, to'xtab qolmangin, do'stim. Agar to'xtasang, ketding degani bor, ana shu Xudo ko'rsatmasin, bir rubl ofitsiantlik. Faqat gazini bosish kerak. Sport, trading и kontent jest. Ertasi kuni degan haligi 3 oydan keyin deb chiqadi, o'sha ertasi kuni. Azizlar, bugun kuni bo'yi uyda bo'ldim. Nima demoqchiman? Borib vashi zalda ham normal video ola olmadim. Hali to'g'risini aytadigan bo'lsam, вообще mana bu kontent bo'lyapti. Mana bu yerda kontent ko'ryapsizlarmi? Kontentni qilyapti. Mana shu olamanman-da hammasi. Mana bu vashi 50 ta подписчик. Bu russkiy kanalda, russkiy nimada. Lekin men hali o'rganganim yo'q. Masalan, to'g'ri kontent qilish, ssenariy yozish, qanaqa qilib to'g'ri mana bunaqa mikrofonni olib qo'yman, qara, to'g'ri. Mana shu zo'r mikrofonda, mana bu yerda ham shuni bilan eshityapsizlar. Qanaqa kontent to'g'ri qilishni hali men bilmayman, lekin to'xtab qolmoqchi emasman. Ko'rganlaringizdek, men bu yerda mana hozir iPhone 17 bilan videoga olinyapti, ko'ryapsizlarmi? Mana shu yerda ko'rinib turishi kerak o'taymi. Mana iPhone 17. Mana buni qilib ko'rsataymi sizlarga. Hozir bitta stream ketyapti-da. Tak, ну-ка. Shuda. Вот так. Вот mana bu iPhone 17. Ko'rib turibsizlar. Lekin buni oldim. Xudoga shukr, Xudodan so'ragan edim. Mana shu telefonni oldim, shu kontent uchun olganman. Gazini bosib faqat kontent qilish niyatim endi boshlanyapti. Hali prosmotrlar yo'q unaqa. Hali men просто нулевой bloger desam bo'ladi. Endi boshlang'ich bloger. Lekin выгорание degan narsa bo'ladi-yu. Masalan, bo'lmayapti menda, kimdadir o'xshayapti, kimgadir o'xshamayapti. Menda короче shunaqa narsa bo'lib turibdi hozir. Juda ham qiyin tipa perioddan o'tishga to'g'ri kelyapti. Masalan, sekin подписчиклар ko'payaverganda ham boshqacha bo'lardi, lekin ana shu sekinlik jarayoni ham yo'q-da, просто joyida turibdi hozir, hech qanaqa o'zgarish yo'q, lekin o'shanga qaramay faqat gazini bosib qo'yaveraman inshaalloh. Ko'ramiz. Hali hammasi o'xshab ketishi kerak. Shuning uchun to'xtab qolmaymiz. Kontentni har doim постоянныйda, keyin yana salgina улучшение ham olib boraveramiz. Yana qanaqadir bir tomonlarini yaxshi ishlatib, qayerlarnidir ko'rsatib. Buni endi tipa чисто nima uchun qilib qo'yman buni? Tipa alya hech kimda yo'q hali bunaqasi. Bu men restoranda ishlaganda haligi ismini yozib birka deydi, nima deydi? Короче, shunaqa tema. Endi konkretniy ssenariy bilan, qanaqadir cho'tki montajlar bilan video qilishga harakat qilaman inshaalloh. Ko'ramiz. O'xshab ketishiga lekin ishonchim komil. Ishonaman. Albatta shu yaqin orada hammasi o'xshab joyiga tushib, Instagramda ham hozir yozyapman. Точнее, vlog olib boryapman hozir Instagramda. Podpiska, like qilib sizlardan от души поддержка bo'lsa, men uchun juda ham приятно bo'ladi. Mana buni qanaqadir bir kreativность, mana qanaqadir ajralib birovlardan mana bunaqa qilib tursa. Oh yeah, bro, deydi. Mana buni nima qiladim? Короче, вот так. Что я могу сказать? Просто gaz. Hech nimani tashlab qo'ymaymiz. Просто faqat oldinga.
Hammada ham bo'ladi bu jarayon hozir, masalan, kreditlar, mana ipotekada Toshkentdan xudo xohlasa uy oldik. Qarzga botilgan, kreditlar har tomondan, bezvyходной ish. Bezvyходной emas, endi выходnoylar ham bo'lib turadi, lekin mana bu situatsiyadan chiqib ketishda, masalan, mani niyatim dunyo ko'rish, dunyo kezish, dunyo ko'rish. Uning uchun men hozir ishlashim kerak. Hozir men ko'p, masalan, hamma energiyani mana shu kontentga berishim kerak. Kontent va trading, kontent и trading. Mana shunaqa soha. O'zim tanladim shu sohani. Endi oxirigacha borish inshaalloh mani bo'ynimda. Так что podдержкалар uchun от души minnatdor bo'lib qolaman. Podpisatsiya qilinglar, birgalikda движение qilamiz. Bilaman, yengil put emas bu. Bilaman, osongina hech nima to'g'ri kelib o'xshab qolmaydi. Faqatgina gazini bosishga harakat qilamiz. Faqatgina gazini. Damn, bro. Damn, listen, for to game, bro. Hammaga rahmat просмотр uchun. Video ketyaptimi? Ketyapti. Обнял всех. Обнял. Listen.